Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana kechasi 12 bo'lishiga qaramasdan Andijon qora jo'jalarimizni 40 kunligi, 45 kunliklarini so'raganlar uchun maxsus mana 2000 ta joyimizni ochdik. Kimga zarur bo'lsa, bemalol olib chiqaverasizlar. Holatlari ideallik, tovuq xo'razi ajrab qo'ygan. Dastavkamiz bilasizlar, 12 ta viloyat bo'ylab bor. Faqat dastavkalarimiz pulli. Narxiga keladigan bo'lsa, akalar 25 ming so'mdan narxlari faqatgina 100 ta 200 ta olgan odamlarga ozroq yo 50 ta 40 ta olaman deganlar uchun kelishamiz. 30 ming so'mdan qilib beramiz. 20 ta 30 ta 10 ta 15 ta oladiganlar uchun spes to'rimda vaqilgan. Ko'ribsizlar, jo'jani holati yapon tovuqdan bir xil bo'lib turibdi hozir. Aslida o'zi 45 kunlik bo'lgan. Bularimiz ham kechagi kuni sotganlarimizni seriylari bular. Xudo xolasa kimga zarur bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. 94lik 571 0111 94lik 247 53 nomli raqamlarga telefon qilaverasizlar. Andijon qora jo'jalarini yili 12 oy yetkazib beramiz. Manzilimiz Andijon viloyati Asaka tumani, Yuqori Bo'zga qaraymiz. Ko'chamizning nomi Nabahor. Uyimiz raqami 25-uy. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Ko'zingizlarga yoqqanini, makan xo'razini bemalol ajratib beraveramiz, hurmatli obunachilar. Cho'chimay bemalol zakaz berishingiz mumkin. Aldanib qolmanglar. Andijon qora jo'jalarini sifatli, garantiyali joydan olinglar. Bahorgi jo'ja eng zo'r jo'ja bo'ladi. Nimagaki, eng birinchi tuxumga kiradi. Qishgacha bemalol tuxumini olsanglar bo'ladi. Bular 4,5 oy, eng ertasi 4 oydan, eng kechi boqishingizga bog'liq. Xudo xolasa 5 oygacha tuxumga kiradi akalar. Bu Andijon qora tovuqlar umuman qarimaydi, bitta tulaydi. Liboy tovuq ham qarimaydi o'zi aslida. Odamlar shunaqa tushuncha bor ekan, qarab ketadi deydigan. Yo'q, buni zot olib bizga o'xshab tuxumni aylantirib jo'ja sotmoqchi bo'lsanglar, zotini aylantirib turishingiz kerak, yilda o'zgartirsanglar, shunda yaxshi bo'ladi. Faqat uyda tuxum olaman, tuxum biznesi bilan shug'ullanaman degan aka-ukalarimizga bemalol yil 12 oy baxtsiz ham 3 yil, 4 yil, 5 yil. O'zimda masalan, lishni o'zimda 7 yildan beri boqayotgan tovuqim bor. Ertaga videosini qo'yaman, ko'rasizlar. 10 don olib qo'yganman. Ashlarim umuman qaragani yo'q. Yosh jo'jadek turaveradi. Ularda Andijon qora tovuqlarini ozgina makiyonlarda mahinchicha toji bo'ladi. Xo'rozlarniki shunchachalar bo'ladi. 4-5 sm bo'ladi. Makiyonlarniki 2 dan 3 sm gacha bo'ladi. Adashib qolmanglar. Kimdir xo'roz deb makiyon deb bersa, xo'roz ekan deydi, keyinchalik o'zi uyatib qoladi. Tuqqandan keyin uyatib qoladi. Kimga shunaqa Andijon qora jo'jalar kerak bo'lsa, optim narxlarda, ob'yomda Andijon qora jo'jalarimiz bor. Bemalol aloqa chiqinglar. Manzilimiz yana eslatib o'tib Andijon viloyati Asaka tumani, Yuqori Bo'z masoyasi, mahallamiz Nabahor 25-uyda turamiz. Bularimizni optim olaman degan aka-ukalarimiz uchun 25 mingdan, ozroq olaman degan aka-ukalarimiz uchun 30 mingdan jichcha o'tib beramiz. Keyingi videoda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan kanalda admini Muhammad Ayub bo'ldi.